Bo'lsa 2 tonna ko'tarsan deganlarga mana sizlarga 2 tonna ko'tarishibdi, yuklash ham ko'rishibdi. O'zi aslida dokumentida 1 tonna bo'ladi. Aka, bu qanaqa model, buni to'liqroq tushuntirib bering aka. Bu Wingle modelimiz hisoblanadi. Xo'p. Narxi 359.900.000 so'm. Aha. Ichlariga keladigan bo'lsa mashinamizni. Aha. Qaranglar, ichini ko'rsatib oling kamerachimiz. Koja sideniyya, multimedialniy rul, Ha. cruise control, monitor shu yerdan turib boshqarsak bo'ladi. Analogoviy tablo, 5 bosqichli mexanik korobkamiz, 4 ta balon tortadi. Ha. Xudo xolasa hammasi eng ideal mashinalardan bittasi bo'ladi. Bu Haval avtosaloniga yetib kelganmiz. Bu model hozirgi kundagi narxi necha pul aka, qanaqa bu? Hozirgi kundagi narxi o'sha aytib o'tganimda 359.900.000 so'm. Ha. Mashinamizda 2.4 Mitsubishi motor turibdi. Ha. JZ. Voy, Buni 2.4. Mashinaga, motor qismiga yaxshi tushunadigan ustalar, Ha. akalarimiz yaxshi bilishadi bunaqa motor. Endi qaranglar, bu nima Haval mas deganlargacha aka, bu Haval emas-ku, nomi, brendi. Bu GVM. Ha. Asli sizga o'zbekcha qilib aytadigan bo'lsam, UzAvto zavodda nomi bo'lsa, Ha. GVM Great Wall Motors deyiladi. Ha. Bu zavodda nomi. Ha. Chevrolet chiqayotgan modelga yopishtiriladigan emblemasi bo'lsa, Haval ham xuddi shunaqa. Emblemasi. Xuddi shunaqa. Lekin o'sha firmasi bitta zavodda. Albatta. Akalar, pastki raqamlarga aloqaga chiqaveramiz va tanishlaringga shu 2 tonna yuk oladigan tanishlarga jo'natib qo'yishingizdan chiqmasin. Biz Farg'onani joyidamidamiz.